Uchburchakda burchaklar mavzusi ikkinchi qoida. Ikkinchi qoidada ixtiyoriy uchburchakni tashqi burchaklar yig'indisi 360 gradusga teng ekanligi aytilyapti. Biz mana shu qoidani isbot qilishimiz kerak. Xo'p, buning uchun nima qilamiz? Har bir tashqi burchakni qo'shni burchaklarini belgilab olamiz. Ya'ni S burchakni qo'shni burchagini X deb atayman. A burchagini qo'shni burchagini Y deb atayman. B burchagini qo'shni burchagini Z deb atayman. Shunda menda 3 ta yoyiq burchak paydo bo'lyapti. Ya'ni bu yoyiq burchagimiz, bu yoyiq burchak va bu yoyiq burchak. Ya'ni A qo'shilgan Y bu nimaga teng? 180 gradusga teng. Xo'p, keyingisi B qo'shilgan Z nimaga teng? Bu ham 180 gradusga teng. Va oxirgisi X plus S bu ham 180 gradusga teng. Nega? Chunki bular yoyiq burchaklar. Xo'p, endi biz bu uchala tenglikni bir-biriga qo'shib yuborsak, nima hosil bo'ladi? A, B, S ni alohida qo'shamiz, X plus Y plus Z ni alohida qo'shamiz. Ya'ni A plus B plus S qo'shilgan X plus Y plus Z teng 3 ta 180 imizni qo'shsak 540 bo'ladi. Bu yerda X plus Y ni qiymati 180 ga X plus Y plus Z ni qiymati 180 ga teng. Chunki bu uchburchakning ichki burchaklari bo'lyapti. Ya'ni bundan oldingi birinchi qoidada uchburchakning ichki burchaklari yig'indisi 180 gradus ekanligini isbot qildik. Shundan kelib chiqib biz X plus Y plus Z ni 180 gradus deb olyapmiz. Endi 180 gradusni o'ng tarafga olib o'tsak, A plus B plus S teng 540 dan 180 ni ayirsak 360 bo'ladi. Demak, haqiqatda uchburchak, ya'ni ixtiyoriy uchburchakning tashqi burchaklari yig'indisi 360 gradus ekan.